birinchi tabobatni o'rganaman deb qaror qabul qilib o'rganish o'tishni boshlaganda bitta voqea bo'lganda, zo'r hayotda bir umrga qoladigan voqea bo'lgan. U bekorga bo'lmagan, hamma narsa Allohning izni bilan bo'ladi-yu. Shunda Chilonzordan kelishim kerak, Oqtepadan. Karantin qattiq bo'lib turibdi, yumshagan payti. Hali ko'chada mashinalar kam, roza Arafa kuni bo'lganda o'zi ham. Arafa kuni endi hayit oldi bilasan, odamlar ko'pda uyda, dam kuni bo'ladi, unisi karantin. Chilonzor Oqtepadan Barnako'l kelishim kerak. 40 kilometr bo'lsa kerak ekan edi. Noshik chiqmasa, velikdaman ayni paytda. Velikka ruxsat bor asosan. Space mashinalar bor, ruxsati bo'lsa ko'chada yurish mumkin. Hattoki ko'chada odam yo'q-da. Biror odamdan biror narsa so'raydi. Yana ishxonadan kech chiqqanman, bemorlarni ko'rib turib, kiyim bitta xonada qolib ketgan, xulab ketib yuborgan o'zimni kiyim. Halatda velikda yuribman-da, kechasi kech chiqqanman. Chiqilib uyimga kelishim kerak, endi shaharni ham bunaqacha yaxshi bilmaganim uchun keldimda, mana shu skver tomonga kelganimda bitta oldin ko'chadan qayrildim-da, endi taxminan qayrildim. Men telefonda anaqa yo'q. Puli tugaganmidi, nimadir bo'lgan edi. Qisqasi navigator yoqish iloji bo'lmagan. Bundoq qarasam, payt qarasam, Chilonzor kirib yana borib qolmanda aylanib. Men aytdimki, odamlar mana shunday bo'lib adashib ketadi. Bu menga saboq. Qiynalib adashib, boshqa ko'chaga kirib, mana shu hozirgi marketingning qurboniga aylanib ketayotgan odamlarni, bitta odam bo'lsa ham, to'g'ri yo'lga solib qo'yishlik bo'lsa ham, biz vazifamiz o'zi asli deb turib, shu saboq bo'lganda, shu mana xotirada bor, necha yil bo'lib ketgan bo'lsa ham, bir odam bemor bo'lsa, har chorasini qidirishga harakat qiladi. Lekin endi eng to'g'ri tadbir qayerda unda? Operatsiya qilishmi yoki vaqtinchalik og'riq qoldirib yurishmi yoki o'tib ketadi bu, bir shunchaki bo'lib qoldi deb o'zini o'zi aldab yurishmi yoki sababiga yondashib turib, yeb ichishni to'g'irlab, parhezini to'g'irlab, davo choralarini ko'rganda ham o'sha tabiiy bo'lgan mahsulotlar bilan organizmni to'yintirib shifolanishmi, mana shularni ajratib olishlik uchun ham xizmat qilamiz. Bitta odamga bo'lsa ham foyda istib, uni sog'lom hayotga qaytara olsangiz, bu katta ne'matda, bu baxt. Ham bu yerda daromad topasiz, ham obro' topasiz, ham qiziqqan ishingizni qilasiz, ham bir insonni og'irini yengil qilib ajr olasizda. Kim bir insonni jonini saqlab qolsa, halokatdan asrab qolsa, butun dunyodagi insonni jonini saqlab qolganlik ajri beriladi-da. Bu katta ne'mat. Shuning uchun mana shu ishda bir maza qiladigan odamman. Shuni bir ulashib qo'yayin dedim.